Assalomu alaykum. Toshkent 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturlarimizda Mirziyoyev safsataboz Lukashenkoning gaplariga javob qaytardi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyev 13 yanvar kuni bo'lib o'tgan Xavfsizlik kengashi kengaytirilgan yig'ilishida Belarus Respublikasi fuqarosi Aleksandr Lukashenkoning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti yig'ilishida aytgan gaplariga munosabat bildirdi. Kuni kecha ba'zi davlat rahbarlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Qozog'istonda bo'lib o'tgan voqealardan saboq chiqarishi lozimligi haqida asossiz bayonot berildi. Biz mintaqadagi vaziyatni, xavfsizlikka bo'lgan barcha xavf-xatarlarni diqqat bilan kuzatib boryapmiz. Har qanday tahdidga nisbatan munosib javob qaytarish va zarba berish uchun biz yetarli kuch va salohiyatga egamiz, dedi davlat rahbari. Nazarbekda noqonuniy qurilish to'xtatildi. Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Nazarbek qishloq fuqarolari yig'inida bog'cha qurilishi lozim bo'lgan yer tadbirkorga noqonuniy berib yuborilgani aniqlandi. Senatorlar aralashuvidan so'ng qurilish ishlari to'xtatildi. Bu haqda Oliy Majlis Senati matbuot xizmati ma'lum qildi. Joriy yilning 11 yanvar kuni Senatning Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi Odiljon Iminov, Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi raisi Malika Qodirxonova vaziyatni o'rganish maqsadida qurilish obyektiga borganlar. Natijada Nazarbek qishloq fuqarolari yig'inidagi maktab va bog'cha uchun mo'ljallangan yer tadbirkorga noqonuniy berib yuborilib, sud qarori bo'lishiga qaramasdan qurilish ishlari boshlangani ma'lum bo'lgan. O'rganish natijasida qurilish ishlari noqonuniy deb topilib, vaqtincha to'xtatildi. Shuningdek, bu masala tegishli tartibda qayta ko'rib chiqilishi, ushbu hududda maktab va maktabgacha ta'lim muassasasi tashkil etilishi ta'kidlandi, deyiladi xabarda. Uzbekistan Airways AQShga ketmoqchi bo'lganlarga ogohlantirish bilan chiqdi. AQShga kirish uchun yangi qoidalar e'lon qilindi. Unga ko'ra, yo'lovchilar parvozdan kamida 24 soat oldin PCR test hamda kamida 15 kun oldin COVID-19 ga qarshi to'liq emlanganliklarini tasdiqlaydigan guvohnomaga ega bo'lishlari kerak. Bu haqda Uzbekistan Airways matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, AQShga borayotgan yoki tranzit orqali o'tadigan yo'lovchilar COVID-19 uchun parvozdan kamida 24 soat oldin PCR usulida topshirilgan testning manfiy natijasini taqdim etishlari kerak. Ruxsat etilgan testlar antigen, NAT, RT-LAMP, RT-PCR yoki TMA. Shuningdek, yo'lovchilar maxsus attestatsiya varaqasini to'ldirishlari va ro'yxatdan o'tish paytida uni bosma shaklda taqdim etishlari shart. Bundan tashqari, yo'lovchilar kelishlaridan kamida 15 kun oldin COVID-19 ga qarshi to'liq emlanganliklarini tasdiqlaydigan guvohnomaga ega bo'lishlari ham talab qilinadi. Guvohnomada yo'lovchining ma'lumotlari, masalan, ism va tug'ilgan sana, pasport, sayohat hujjatida ko'rsatilgan ma'lumotlar bilan mos kelishi kerak. Bunda quyidagi vaksinalar qabul qilinadi: AstraZeneca, SK Bioscience, AstraZeneca, Vaxzevria, Covishield, Covaxin, Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm hamda Sinovac. Ma'lum qilinishicha, ushbu vaksinalarning kombinatsiyasiga agar ular kamida 17 kun oralig'ida kiritilgan bo'lsa, ruxsat etiladi. Shuningdek, mazkur talablar AQSh fuqarolari, AQShda yashash guvohnomasiga ega shaxslar, 18 yoshga to'lmagan yo'lovchilar, sog'ligi sababli vaksinani ola olmasligini tasdiqlovchi shifokorning maktubiga ega yo'lovchilar, AQSh boshqa hukumat yoki Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan taqdim etilgan taklifnoma xati yoki boshqa rasmiy hujjatga ega xizmat yuzasidan sayohat qilayotgan yo'lovchilar uchun amal qilmaydi. Bu 2 yoshdan kichik yo'lovchilar birinchi jo'nash nuqtasidan ketish 90 kun oldin kechiktirmasdan olingan COVID-19 testining musbat natijasi bo'lgan yo'lovchilar va Sog'liqni saqlash tashkilotidan yo'lovchining sayohatga ruxsat berilganligi haqidagi xatga ega bo'lganlarga taalluqli emas.
Parvozdan oldin yo'lovchilar attestatsiya shaklini to'ldirishlari va uni chop etishlari, parvozdan oldin ro'yxatga olish vaqtida taqdim etishlari kerak. Andijonda fuqaro Majburiy ijro byurosi xodimini pichoqladi. Andijon viloyati Asaka tumanida fuqaro Majburiy ijro byurosi xodimini haqorat qilib, unga pichoq bilan jarohat yetkazdi. Bu haqda Majburiy ijro byurosi matbuot xizmati ma'lum qildi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Asaka tumanlararo sudining 2021-yilning 21-oktyabrdagi ijro varaqasiga ko'ra, Asaka tumani Najmiddin Kubro ko'chasida joylashgan avtoshoh bekatining yo'lovchilar uchun mo'ljallangan kutish hududida qarzdor tomonidan o'zboshimchalik bilan qurib olingan savdo do'koni qurilmasi uning hisobidan majburiy tartibda buzdirilishi belgilangan. Mazkur sud qarori ijrosi bo'yicha byuroning Asaka tumani bo'limi davlat ijrochisi Mehmonov tomonidan 20-noyabr kuni ijro ishi yuritish uchun qo'zg'atilib, sud hujjati talabini bajarish haqida qarzdor bir necha bor ogohlantirilishiga qaramasdan qonuniy talablarni bajarmagan. 22-dekabr kuni o'tkazilgan majburiy ijro harakatlarida fuqaro ishtirok etmagani sabab boshqa kunga qoldirilgan. Sud qarori ijrosini ixtiyoriy bajarmaganligi uchun 2021-yilning 25-dekabr kuni fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 198-moddasiga asosan 540 ming so'm jarima jazosi tayinlangan. Joriy yilning 11-yanvarida noqonuniy qurilmani buzish uchun vakolatli idoralar vakillari ishtirokida majburiy ijro harakatlari o'tkazilgan. Ijro harakatlari davomida qarzdorning o'g'li do'konda bo'lgan oshxona pichog'i bilan taraflarni qo'rqitib, davlat ijrochisi Mehmonovga tan jarohati yetkazgan. Oqibatda majburiy ijro harakatlari boshqa kunga qoldirilgan. Qonunbuzarlarga albatta qonuniy chora ko'riladi. Xodimlarning xatti-harakatlariga baho beriladi. Natijasini ommaviy axborot vositalarida tez kunlarda ma'lum qilamiz, dedi Majburiy ijro byurosi matbuot xizmati rahbari Farruh Toshpo'latov. Ta'kidlanishicha, hozirda mazkur hodisa bo'yicha Asaka tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda.